San'at olamida yana bir katta yo'qotish. Afsuski, shou-biznes olami yana bir iste'dodli aktrisasidan ayrildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek shou-biznes olamidagi eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Yana bir taniqli aktrisa bu yorug' olamni tark etdi. 2026-yil 25-fevral kuni kinoning yorqin vakillaridan biri, tomoshabinlar qalbidan joy olgan aktrisa vafot etdi. Aktrisaning o'lim sabablari hozircha oshkor etilmagan. Taniqli aktrisaning qor malikasidagi obrazi uni bir necha avlod tomoshabinlar xotirasida muhrlab qo'ydi. Biroq sahnadagi muvaffaqiyatlarga qaramay, aktrisaning hayoti oson kechmagan. U og'ir sil kasalligi bilan kurashadi hamda bir necha yilini shifoxonada o'tkazadi. 4 ta murakkab operatsiyani boshdan kechiradi. Sog'liq bilan bog'liq muammolar sabab u vaqt o'tishi bilan teatrni asta-sekin tark etgan. Qor malikasi filmidagi obrazi orqali tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan Natalya Klimova 87 yoshida afsuski bu yorug' olamni tark etdi. Mahalliy manbalarga ko'ra, Natalya Klimova Murom shahridagi Svyato-Voskresenskiy ayollar monastirining hududida dafn etiladi. U va turmush o'rtog'i bu maskanda yillar davomida qatnab, monastirni tiklash ishlarida ham faol ishtirok etgan. Murom okrugi rahbari Yevgeniy Richkov marhumning umr yo'ldoshi, taniqli aktyor Vladimir Zamanskiyga hamdardlik bildirgan. Xayrlashuv marosimining sanasi keyinroq e'lon qilinadi. Natalya Ivanova 1938-yili 27-fevralda Moskvada tug'ilgan. Avval qurilish institutida tahsil olgan bo'lsa-da, bir yildan so'ng san'atni tanlagan. 1963-yilda Chexov nomidagi Moskva badiiy teatri qoshidagi maktab studiyasini tamomlab, professional faoliyatini boshladi hamda undan keyin Savremennik teatrida xizmat qildi va tez orada iste'dodli aktrisa sifatida e'tirof etilgan. Uning shaxsiy hayotida ham turli sinovlar bo'lgan. 1970-yillarning o'rtalarida Igor Klimov bilan turmush qurgan bo'lsa-da, bu nikoh 2 yildan so'ng yakunlangan. 1981-yilda esa u teatr va kino aktyori Vladimir Zamanskiy bilan oila qurdi. 1998-yildan buyon er-xotin Vladimir viloyatining Murom shahrida sokin hayot kechirib kelayotgan edi.